Grijani keltirib chiqaradigan sabablar ham shu mushakni bittada tuzalib qolmaydi, lekin ozgina vaqt ketadi. Yo'q, grijani davolash qiyin emas. Operatsiyada odam zo'r chiqmaydi. Baribir qanchadir miqdori grija bo'lgandan keyin sirasi davolagan yaxshi. Chunki grijadan keyingi keladigan kasalliklar sodda qilib aytadigan bo'lsam, razval ketib qoladi. Barmoqlar ishlamay qolishi mumkin yoki shunga o'xshagan kasalliklar ham kelib chiqishi mumkin. Hozirgi paytda eng ko'pi artroz, tizza artrozi bilan uzoq vaqt yillar davomida qirsillab yurgan odam ko'lsiz, dorisiz davo topmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizning klinikamizga tashrif buyurishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi podkastimizda Rahmatullayev Neuro kinezologiya shifokori Sarvar akam bilan suhbat quramiz. Bugungi suhbatimizda Sarvar akamga beradigan savollarimiz bor. O'shalarga batafsil to'liq ma'lumot olamiz. Xo'p, Sarvar aka, o'zingizni bir tanishtirib bersangiz kuzatuvchilarimizga. Assalomu alaykum. Men Sarvar Mirzohidov. Men Rahmatullayev Neuro kinezologiya klinikasida kinezolog, manual terapevt, fizioterapevt, igloterapevt bo'lib ishlayman. Aka, hozirgi kunda qaysi viloyatlarda klinikamiz mavjud va poytaxtimizda ham ochish niyatinglar bormi? Hozirgi paytda bizani yurib turgan ish faoliyatini olib turgan klinikam faqat Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumanida bor. Keyingi filialimiz xudo xolasa Samarqand viloyatida ochilyapti. Tez kunlarda ochiladi. Bundan keyingisi xudo xolasa Toshkentda ochilishi ko'zda tutilyapti. Demak, voha uchun bu Samarqandda, poytaxtimizda ham Samarqanddan keyin ochilish bo'lib o'tadi xudo xolasa. Bo'lmasam bu narsani biz xudo xolasa Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, YouTube sahifalarimizda ochilish kunlarini e'lon qilamiz. Bizani bemorlarimiz bo'lsa, bizani klinikamizga kelib shifo topmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bizani kuzatib tursanglar, xudo xolasa bu narsani sizlarga qachon ochilish bo'lishini yoritib boramiz. Klinikada qanaqa muolajalar qilinadi aka? Klinikamizda hozirgi paytda barcha bo'g'im og'riqlari, grija, artroz, artrit, shunga o'xshagan barcha bo'g'im kasalliklari davolab kelyapmiz. Men o'rganib chiqishlarim natijasida ko'rdim shu narsani, tishdagi og'riqdan boshqa barcha og'riqlarni davolab beramiz degan ekan. Xudo xolasa shunaqa. Xo'p, sizlarda davolash usullari qanaqa aka? Misol deylik, ko'pchilik ukol qiladi, ko'pchilik operatsiya qildiradi grijasini oldirishga yoki o'sha suylama og'rig'ini qoldirishga. Sizlarda qanaqa bo'ladi shu narsalar? Bizda grijani aytadigan bo'lsa, bizda grija bilan kelishadi. Birinchi navbatda biz bemorni MRTga jo'natamiz. Agar MRTga tushmagan bo'lsa, MRTni olib keladi, MRTni ko'ramiz, belda grija yoki shunga o'xshagan protruziya yoki osteoxondroz kasalliklari bo'lsa, biz uni bemorni kinezologik korreksiya qilamiz. Ya'niki bemorni polniy har bitta mushaklarini tekshirib chiqamiz. Chunki grijani keltirib chiqaradigan sabablar ham shu mushakni yaxshi ishlamasligi. Ya'ni og'ir ko'targanda ko'p holatlarda grija og'ir ko'targanda noto'g'ri harakatdan bo'ladi. Og'ir ko'targanda beldagi kvadratniy mishsa, ya'ni to'rtburchaksimon mushaklar отказ beradi, qo'yib yuboradi. Ana o'shanda nagruzka poзвоночникка tushib qoladi. Keyin poзвон disk o'rtasidagi grija yorilib, nervga tegib qoladi. Ana o'sha paytda biz kvadratniy mishsalarni, ya'ni to'rtburchaksimon mushaklarni uyg'otib berganimizdan keyin uni kinezologik korreksiya qilib uyg'otib beramiz. Ana undan keyin qo'shimchasiga manual terapiya qilamiz, qo'shimchasiga fizlecheniya qilamiz, qo'shimchasiga igloterapiyalar qilamiz. Xudo xolasa natijalarimiz yaxshi. Misol qilib grijani aytganimda. Xo'p, shunda sizlarda hech qanaqa ukollar yoki boshqa narsa ishlatilmaydi? Yo'q, xudo xolasa iloji boricha ukol dorilardan voz kechganmiz. Uni tavsiya ham bermaymiz, chunki insonni to'g'ri lecheniya qilinadigan bo'lsa, kinezologik korreksiya bilan to'g'ri yondashadigan bo'lsa, bittada tuzalib qolmaydi, lekin ozgina vaqt ketadi. O'zi maxsus gimnastikalar beramiz, uyga javob berganimizdan keyin, ana o'sha gimnastikalarni qilgandan keyin inson xudo xolasa sekin-sekinlik bilan yaxshilandi. Zato ukol dorisiz bo'ladi. O'zi aka, nimaga grijani davolash qiyin hisoblanadi? Yo'q, grijani davolash qiyin emas. Grijani bizda klassik meditsinada, misol uchun nerv patologlarga borsangiz, birinchi navbatda og'riq qoldiruvchi ukollar yozishadi. Undan keyin pastelniy rejim deyishadi.
ana o'sha narsa sal uzoqroq cho'ziladi. Bizning klinikamizda bemorlar keladiki, qiyshayib keladi. Anaqa qiyshayib, grijasi kattaroq, ushlab qolgan, nerv siqib qolgan, shunday bo'lib qolgan, kurachini bo'lib qolgan. Ana o'sha bemorlar kelganda bir kunda ham tekislanib ketayotganlar bor. Chunki biz to'g'ri yondashamiz. Kasallikni birinchi navbatda shu mushaklarni uyg'otib berganimizdan keyin, manual terapiya qilganimizdan keyin bemorlar xudo xolasa bir kunning o'zida ham tekislanib ketayotgan joylari ham bor. Demak, bu grijani davolashni o'zini oson yo'llari ham bor. Ko'pchilik qiyin deb o'ylaydi. Shunaqa ko'pchilik grijani operatsiya deydi. Nerv patologlar borsa bir 7-6 millimetrdan uyog'ini operatsiyaga yozib berishadi. U operatsiya umuman keragi yo'q. Chunki operatsiyadan keyingi asoratlari ham bor. Chunki har doim ham operatsiyada odam zo'r chiqmaydi. Baribir qanchadir miqdori qaysi nervlarga tegib ketib qolsa, o'sha operatsiya qilayotgan doktor ham ana o'shandan keyin misol uchun oyoqdagi qaysidir barmoqlar ishlamay qolishi mumkin yoki shunga o'xshagan kasalliklar ham kelib chiqishi mumkin o'sha operatsiyadan keyin. Sizni maslahatingizni men so'ramoqchiman. Grijani qaysi payt davolagan yaxshi? Grija bo'lgandan keyin sraz davolagan yaxshi. Chunki grijadan keyingi keladigan kasalliklar, bu grija birinchi o'rinda turgan bo'lsa, birinchi grija grija ikkinchi o'ringa tushib qoladi. Chunki grija bo'lgandan keyin odam qiyshayib qoladi. Ba'zi bir holatlarda kuchliroq bo'lsa, qiyshaygandan keyin nagruzka bo'g'imlarga noto'g'ri taqsimlanadi. Ana o'shandan keyin bo'g'imlarda yo ko'ks artroz, yo nekroz yoki artroz bo'lishi mumkin tizzada ko'p holatlarda yoki artrit shunga o'xshagan kasalliklar kelib chiqadi. Chunki odam qiyshayib yurgandan keyin o'shani sodda qilib aytadigan bo'lsam, razval ketib qoladi. Razval ketganda odam qiyshayadimi, noto'g'ri yuradimi, qanchadir oy noto'g'ri yurgandan keyin sraz bo'g'imlarga nagruzka yaxshigina tushib qoladi, yoki chap taraf yo o'ng tarafga. Ana o'shandan keyin juda ham grija ikkinchi sabab, grija ikkinchi holat bo'lib qoladi. Birinchi o'rinda o'sha tizza artroz yoki artritlarni davolash bo'lib qoladi. Tushunarli. Xo'p, shunda grijani o'zi aniqlab bo'lgandan keyin, misol odam grija bo'lganini bilgandan keyin sirazni davolashga o'tish kerak. Siraz davolashga o'tish kerak. Siraz mutaxassisga iloji bo'yicha. Kun, fasl, oy tanlamaydi. Yo'q, siraz narsasi yo'q. Yo'q. Tushunarli. Xo'p, Rahmatullayev kinezologiya klinikasiga eng ko'p qaysi kasalliklar bilan murojaat qilishadi aka? Hozirgi paytda eng ko'pi artroz, tizza artrozi bilan bel grijasi, bo'yin grijasi. Keyin undan keyin ko'ks artroz, aseptitskiy nekroz. Tushunarli. Xo'p, sizlarning klinikalarga murojaat qilgan odam qancha muddatda davosini topib chiqib ketadi? Endi kasallikni misol uchun grija bo'ladigan bo'lsa, 4-5 mm bo'ladigan bo'lsa, 5 kun, 6 kunda o'zi javob berib yuboramiz. Agarda grijasi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, unda ikkinchi kursga keladi. Ikkinchi kursga ketganda orada qanchadir bemorni holatiga qarab turib qanchadir kun javob beramiz. Ana o'sha paytda maxsus gimnastikalarimiz bor. Ana o'sha maxsus gimnastikalarimizni qilgandan keyin bemor keyin ikkinchi kursga keladi. Ana o'sha ikkinchi kursga kelgandan keyin xudo xolasa ancha o'zgarishlar bo'ladi. Tushunarli. Ko'pchilikda aka qo'lni qirsillatish, oyoqni qirsillatish degan narsalar bor-da, aniq qilib. Shunaqa narsalar. Bu narsa qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, shu narsani bir aytib o'tib ketsangiz. Bu narsa unaqa noto'g'ri narsa emas. Agarda qo'lni qirsillatib yuradigan odamlarga tavsiya beramiz, qirsillatmaslikni. Chunki bu uzoq vaqt, yillar davomida qirsillatib yurgan odam barmoqlarida ozgina o'zgarishlar bo'lib qoladi, shunga moyillik bo'lib qoladi. Uni tavsiya bermaymiz. Agarda manual terapevt mutaxassisiga boradigan bo'lsanglar, unda misol uchun nechadir oyda bir marta, yilda bir marta borlar, unda tavsiya beramiz. Lekin ko'pchilikda hozir kuzatamiz, qo'lini, bo'ynini, belini qirsillatib yuradi. Bu narsa yaxshi emas, chunki odam o'rganib qoladi, shunga moyillik bo'lib qoladi. Tushunarli. Xo'sh, ba'zi oldindan aytishgan, kattalarimiz, yosh ulug'larimiz, suyak qirsillatsa, qo'l qirsillatsa, qo'ling mo'rt bo'lib qoladi, suyaklaring mo'rt bo'lib qoladi. Unaqa narsa bo'lmaydi, shunga moyillik bo'lib qoladi. Chunki buning ichida azot pufakchalari bor, o'shalar yorilganda shuni ovoz chiqarib beradi. O'zi paylarga, nervlarga hech qanaqa aloqasi yo'q bu narsani. Tushunarli. Xo'sh, bizda klinikamizning maqsadlari haqida gaplashsak aka. Klinikamiz maqsadlari xudo xolasa juda ham katta. Klinikamizni hozirgi paytda Samarqandda ochamiz dedi, xudo xolasa Toshkentda ochamiz dedi. Xudo xolasa klinikamizni kattalashtirish maqsadlarimiz bor.
Hozir Namangandagi klinikamiz faoliyatini yurityapti, to'g'rimi? U nechta odamga mo'ljallangan? Endi bir vaqtda o'zida bir 10 tacha odam kiradi. Bizda shunaqaki patok deymiz, bitta birinchi patok misol uchun 9 da keladigan bo'lsa, ikkinchi patok 10:30 ga yoziladi. Orada 1 soat, 1,5 soat zazor bo'ladi. Ana o'shani patok deymiz. Bir xudo xolasa bir 60 tacha odamni qabul qilamiz bir kunda. Tushunarli. Xo'sh, endi bizani keyingi podkastlarimiz ham bor hali. Ya'ni shifokorlarimiz bizda bitta dona emas. Rahmatullayev kinezologiya klinikasida juda ham ko'p shifokorlar bor. Xudo xolasa ularning asoschilari, undan tashqari yana keladigan shifokorlarimiz bor. Ko'p yillik tajribaga ega shifokorlar hammasi. Ular bilan xudo xolasa keyingi podkastlarimizda ko'rishamiz. Hozirgi ko'pchiligi qiynagan savollarga bugun javob topdik deb o'ylayman aka. Agar qanaqadir qiziqtirgan o'zingizlarning savolinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozishinglar mumkin. Keyingi podkastlarimizda keyingi shifokorlarimizga bu savollarni biz berib o'tamiz va ularga javob olib berishga harakat qilamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sarvar akamni esa Instagramda, Telegramda, TikTokda, YouTube'da bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Instagram, Telegram kanallarimiz, Facebook kanallarimiz hammasi shu yerda hozir bolalarga aytamiz, qo'yib berishadi montajda. Obuna bo'lib qo'ysanglar, doimiy ravishda yengilliklarimizdan xabardor bo'lib turasizlar. Xudo xolasa sizlarni kutib qolamiz klinikamizda. Agarda sizlar ukolsiz, dorisiz davo topmoqchi bo'lsanglar, bemalol bizning klinikamizga tashrif buyurishinglar mumkin. Keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar.